Bismillahini masxara o'ziga boshlab beradi. Masxara ovozda chiqishiga sha'niga tabqasiga cho'gan ilohim xonadondan xursandchilik yuzidan bir chiroyli tabassum arimas ilohim. Qancha bo'lsa da o'shalar boshlandi. G'ani kelib. Masxara o'ziga Hapo'mizlar, bu jiddiy sadoqat ketganda. Tentayda katta kichkinasigamizlarning yosh qarisi bo'lmaydi. Endi tomi ketib qolgan bu. Yong'oqda edi uxlab qolgan. Biroq masxara ovozi musiga teganda. Buni to'xtatishni yo'li bor. Masxara ovoziga qoch xotining kelyapti. Yaxshiyam qaydan kelyapti demadim. Ey, bakaki. Ana! Kim qani? Anakonda. Shunchalik ham qo'rqasanmi? Yo'q, qo'rqmadim. Ko'rdi. O'zing yo'qotib qo'yganingni ko'rdi. Uyda kasada bekib qo'ygan pulini olib chiqib ketaverdim-ku, o'shanga keldimi deb o'ylab. Pampers joyida turibdimi ishqil? Yo'q, pampersi yarmi butun. Ya'ni undan qo'li bo'ldi. Qolgani ketdi. Ey, masxara bo'lsa, xotindan ham shuncha qo'rqadimi? Yo'q, xotindan qo'rqmayman men. Ko'rdik qo'rqmaganing shunchalik. Yo'q, qo'rqqanimga hurmat qilaman, hurmat. Qattiq hurmat qilasan ekan-da. Bilasan, uylanganimda mahliga nima berganman? Endi mahliga nima beradi? Masalan, tilla berishi mumkin. Pul bergan bo'lishi mumkin. To'g'rimi? Nima bergansan? Sen o'sha narsalarni bergansan. Sen nima bergan? Sen ham el qatori bergan bo'lsang kerak, javobdan ortiq bermagan bo'lsang kerak. Bebaho narsani berganman. Ayyo, nima uy berib qo'ydingmi, birodar? Dang'ilab uchastka berib qo'ydingmi? Undan ham qimmat. Qimmat mashinalar chet davlatdan olib kelib berib, hozir internetlarda moda bo'lyapti. Keling, qaytagi narsalar deyapti. Yo'q, qanaqa mashina? Undan ham baland qimmat. Undan ham baland. Nima bo'lishi mumkin? Masalan, undan balandini men tushunmadim hozirgi kunda. Sen nima bergansan? Balandda. Uylanganimda mahliga hammasini yig'ishtirib duxini berib olganman. Sen bergan duxini aytyapsanmi? Anaqa duxi yurakni berib olganman. Bizni shir deyman. Sen bergansan. Duh dedimi? Duh bergansan. Yurak ketgan. Yurak betingga chiqib qolibdi-da o'zi ham. Mana betga chiqib shuni ham yarmi ketib qoldi. Ey, masxara o'ziga. Bu ortaga chiqqan insondir. Har bitta yigitdir. Qo'lida hunar, ya'ni bir chiroyli san'ati bo'lishi kerak. Masalan, senda qanaqa hunar yoki qanaqa san'at bor? Xo'jayin! Qara to'xtabdi. Oldin o'y. Mana nima bu? Mana nima bu? Bo'yningga qiyiq belobsanmi, tomi ketgan? O'zing qiyinsan, eringdan nechi tomog'ini tortasanmi? Voy, hozir dorbozlar beliga bog'lab chiqadigan qiyiq bu, qiyiq. Dorbozlariniki ichkarida turibdi, bu kitayskiy galstuk bu. Sence noming ketib qoldi. Yo'q. Bu yerda hamma biladi, galstuk qanaqa bo'ladi, belga beradigan belbog' qiyiq qanaqa bo'ladi, hamma yaxshi biladi bu yerda. U sen bilgan galstukni jentelmenlar totadi. Bunicha. Buni men topaman.
Bu faqat ko'chaga chiqqanda taqasanmi? Yo'q, bu 24 soat oldimda. Nimaga? Qanaqa vazifasi bor? 24 soat oldingda bo'lsa. Ertalab uyqudan turib betingni yuvasanmi? Ha, yo'qmi? Nimaga artasan betingni? Endi hamma sochiq qarsa kerak, to'g'rimi? Gitarskiy galstuk artaman. Ha, bu ham sochiq vazifasi. Ha, yo'lda ketayotganda shamollab burningni yoqib ketsa nimaga artasan? Ja, bunchalik hali grep bo'lib bo'lsang, cho'ntagingda navoda xotin solib qo'ygan bo'lsa, ro'molcha bo'ladi. Bo'lmasa haligi Ha, yengingga artasan. bo'ladi. O'sha uchun meni kiyimim toza, o'sha burnim oqqanda qoqadigan ro'molchani vazifasini bajaradi. Ey, bu hamma narsa vazifasini bajarar ekan-da. Sezmayapsanmi qotib qolganlar? Yana 1 yil ishlatsam, mabodo yo'lda yiqilib tushsam, to'qqiz yerga taqalatib kalla bilan emas, yonboshlab tushaman. Ha, bu stoyka vazifasini ham bajaradi. To'ykasi bo'yinga ushlab qoladi. Qo'ying, endi qo'ldagi hunarlarni gapirchi. Ularda hammasi mana pochchangda. Shu gapni lekin to'g'ri gapirdik. Ha, hammasi mana pochchangda.